İpek Yolu Sadası, Hoş Avazla Seynası. Assalamu alaikum İpek Yolu Sadası programısının ot yürek kolluğuçuları. Riyasetçi Nicat Veli Yakup, huzurunlarda tak oldu. Assalamu alaikum, rahmetanki aziz tomoshabin do'stlar, shundoqla televizor ekrani oldidagi ko'rman do'stlar. Riyosetchi do'stonlar Hidoyat qiz Shamsinadan hammalarga yolqinli salom. Şinjan Televiziya Stansı ve Uyu Medeniyet Takipçi Çekiliş Şirketi ve şunakla Şinjan Buğra Medeniyet Takipçi Çekiliş Şirketi birlikte uyuşturgan çoğun tipki televizya sanat programı Çin Güzel İpek Yolu Sadası hazır başlandı. Diyarımız Kırım buyumları sahasında öz aldığı yanılık yaratıp özlüğü has marka yaratışını nişan kılgan Çinuri Biyopen Tekniki Sultan Zavatı işlengen güzellik minin Çin Güzel Kırım buyumları Mayırlağa Ahmet dileydi. Hoş, rahmetanki tomoshabinlar, ekran oldidagi programımızın her sanını koymayı görüp kelayotgan aziz iştirakçılarımız. Yadinglarda bor, programımızda 1, 2, 3, 4 derecege erishgan mayirlarimiz intayin qattiq tortiqlandi. Ular bo'lsa, Birinchi darajaga erishgan mahirni Hasan maqomiy huzurida ishlab, Sabtava Hasanni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishga erishgan Bulja Paktul musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mahirlarni uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib yarmarkasida a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi tibbiyot texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecelik mukofot bo'lsa, Uyg'ur tibobatchilikda belgilik bo'sish hosil qilgan Kinora mablag'chiligi arqon mahsulotlar ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Dördüncü derecelik mukofotimiz bo'lsa, xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tabar xalqaro so'chak shirkati Azov kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday bo'lsa, bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorlig'ini intayin katta. Sanatçılar qeyrindaşlar, İpek Yolu Sadası programımız her derecelik o'rinlarning, jumladan bizningki qizg'in tomoshabinlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan muvaffaqiyatli holda 4-bosqichga qadam qo'ydik. 4-bosqichimizning ismi imtihon. Ya'ni bugun Erkin Abdulla efendim o'z gruppasidagi 8 nafar mayirdan imtihon oladi. Shunaqla bu imtihondan g'alabalik o'tgan 4 nafar mayirni 5-bosqichga boshlab kirdi. Biz birodarlar gruppasidagi barcha birodarlarning bugungi imtihonining xayrli bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Shunaqla endi yana bir qatam qizg'in olqishlarimiz bilan Erkin Abdullah efendimni başlaş buyruğu berishga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Birodarlar, gruppasiniki 4-chi aylanmani ochishlikka boshlash olib turibdi. Televizor ko'rayotgan har bir qarindoshlarimizninki o'zining ko'nglida cho'qim bir chempion nomzod bo'ladi. Ammo bizning ko'nglimizda birodarlar gruppasidagi hamma birodarlarimiz o'xshashla chempion. Shundoq. Her bir gününki özgüçe fırıqı oldu. Şuna birodarlar gruppasiniki qaysi mayırlarniki bizning san'atlarimizda o'xshamas fıroq chechishini va rang berishini umid qilamiz. Xudo xolasa birodarlar gruppasi. Qani rahmat. Rahmat Erkin Abdullah efendimizga ham bugungi imtihonning o'quvchilaringizga nisbatan oson o'tishini, ularning natijasining yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Qani undaqda birodarlar guruhining imtihoni boshlandi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavatı işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omed tilaydi. Muhabbet turmuşunun kapaleti boğda. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan biyatlik ichimdagi alohida talab qildi. Men Yepek Sadasida qatnashib, shunday xush bo'ldim. Men shunday yaxshi bir ustozga, shu ustozdan o'rgangan nurg'un bilimlarga ega bo'ldim. Yani Erkin Abdullah gruppasi tanlangandan keyin Erkin Malimninki yetakchiligi bilan ham o'zimning tirishchanligi bilan qatlam bosqichlarni o'tib, mana shu bosqichga g'alabalik holda yetib keldim. Bu mening mencha cho'ng g'alabam deb o'ylayman. Yepek Sadasi qo'yilib, har bir sonida ko'p ustozlarimiz o'zining qimmatli bilimlari, qimmatli
fikrlerini berip, her bir sanatdagidek nurg'un yaxshi bilimlarni yetkazayotdi. Biz bek hoş bulduk. Bizning xalqimizning shu naqshi musiqaga bo'lgan tushunchasi beqadar oshdi deb qarayman. Ben bu ekrana çıkandan keyin nurg'un kishilarningki yaxshi bahosiga erishdim. Hem meyli ünlüdardaymiz, meyli torlardan bolsun, manga jiq jihatlardan tebrik so'zi kelib turdi, meni rag'batlantirib turdi. Bu menga nisbatan tushunchalik bir ilhom bo'ldi. Ben İpek Yuzadası qatnashib, nurg'un yaxshi qarindoshim bilan hadlar bilan, inlar bilan tanishdik. Biroq aralıqda shallash bo'lganligi uchun nurg'un do'stlarimizdan ayrilib qoldik. Lekin bu ayrilish mangulik ayrilish emas. Davomli bulardan izlashib, suhbat bo'lib, kasbiy jihatdan bo'lsin, birlikda kirishimizni umid qilaman. Ben üzerine bir adli bir müzik okutucusu. Bu jarayonda o'quvchilarimninki menga bo'lgan bahasi intayin yaxshi. Bu şu İpek Yolu Sadasi programımızninki yardımı bilen bo'ldi deb o'ylayman. Birodarlar, ko'rsatki o'zaro raqobat kuchligan mahirlarimiz bo'lsa, Erkin Abdurayim bilan Avlimid Ahad. İsimden çıkmaz kalbimde, yadımda, gönlümde, kalbimde. Senin karanlıkların, senin gülüşlerin, halim soruşların. Senin sürüşlerin, senin haraşların, senin gülüşlerin, halim suraşların, senin haraşların. Baharda dağlar güzel, kar yağsa tağlar güzel. Baharda dağlar güzel, arsı tağlar güzel. Şu yaşlık çağlar güzel, şu yaşlık çağlar güzel. Zimden çıkmaz kalbimde, yadımda, gönlümde, kalbimde. Senin karanlıkların, senin gülüşlerin, halim soruşların. Senin söyüşlerin, senin haraşların, senin gülüşlerin, halim sıraşların, senin haraşların.
Unutuş ayrılış gün. Ey unutuş ayrılış gün. İsimden çıkmaz yadımda, isimde, yadımda, isimde. Senin paraşların, senin gülüşlerin, alın sıraşların, senin paraşların, senin karaşların, senin gülüşlerin, alın soraşların, senin söyüşlerin, senin karaşların, senin gülüşlerin, senin soraşların. Bugünkü ifadelerden razı olunlarmı? Asasen razı. Asasen degene qaraganda razı olmagan azraq yala bor ekanda. Endi musabaqqa bo'lganda ekan o'zi mashq qilgandek faqat aytqil bo'lmaydi ekan. Deganim asasen yaxshi. Yaxshi. Asasen yaxshidan yaxshiga yuzlandik ha. Yana azraq so'rasa bek yaxshi oldu. Xo'sh, Mashg'ulotlar qisqa qolganligi uchun ba'zi xatoliklar bo'lib qoldi. Ustozlardan, baliq tomoshabinlardan kechirim so'rayman. Rahmat. Bulu naqlasa sizlarning bugungi imtihondagi ifodalarga mas'uliyatchan yetakchilarimiz qanday tavsiyalarni berdi ekan, qanday baholarni berdi ekan. Anglab baqaylik. Mahmud Sulayman efendim. G'ulomjon Yoqub aytgan naqsha bu O'zbekistondagi davlat naqshasi. Obdan o'zlashtiribsizlar. Erkinga kelsak, bizningki nati tatlıq pıraqları bilan shig'isi bilan, yana G'ulomjon Yoqub pıraqı bilan o'ziningki ishki dunyosiniki pırağını birlashtirib Abdullah inimizmi nayet o'ziningki yoraq zil ovozlari bilan pıraqlarini to'liq aytib berdi. Tavsiya masalasi qanday qilsam, astag'firullah. Boshqa mal yaxshi o'qidinglar. Erkin tavsiya. Nisa Abbas xanım. Aldalar naqşanlarga rahmat. Nayt chiroyli naqshni bizga sovg'a qildinglar. Erkin haqiqatan o'ziga bek yaxshi o'zlashtiribdi. Abdulmit asli tam bir xil. Uyg'urcha bir xil oldik. O'z tam bilanchi haqiqatan. O'z tam bilan bo'lganligi uchun men shu Abdulmitni tavsiya qilaman. Abdullah Abdurim efendim. Xo'sh, shu boya Mahmud do'stim degandek bir 20 yil burun amma shu G'ulom akaning bu naqshisini shu Mahmud efendim aytgan sanada zamda o chaqli yosh vaqtimiz mush yillarimiz o'xshash qaysi naqsha chiroyli bo'lsa, naning bo'lishidan qat'i nazar bizga uning so'z iboralari, tekstlari yarasa, qalbimizni larzaga solsa, o'rganib aytadigan o'rganish bosqichi hammamizning. Mahmud efendimning shu aytgan vaqti esimizga kelib, biz mo yoshligimizni bir eslab qoldik. Uning ustiga ma ishki inim bak chiroyli o'zlashtirib taxmo. Hozirgi zamondagi odamlarning estetikasiga to'g'rilab, ash tam sezgusiga to'g'rilab, tamomni bundan o'qishni yetib berganda. Mening tavsiyalarim bugun Abdulmit Ahad. Evet. Erkin Abdullah efendimniki hamroh yetakchisi Akbar Qahramon efendim keldi. Ben degan odat ifodalar qanday bo'lsa karimiz yo'q, lekin shu imtihondagi aytish nimalarga qaraymiz, insonlarning talantga qaraymiz deb. Men Erkinjonni tavsiya qilaman. Xo'sh, qarindoshlar, biz hozir hamda ustozlarning tavsiyasini angladik. O'zinglarning mushu bosqichgacha kelalaydiganliklarini o'ylab baqqanmi? Ikkinchi bosqichdan boshlab
do'stlarimizning, to'rdoshlarning, ota-onamizning, urug' tuqqanlarimizning-ki, ustozlarimizning-ki bizga bo'lgan umidini ko'rib, gaplarini anglab, ilhom ilib, texmo tirish maqsadida bundan keyingi bosqichlarga texmo kuchaydigan niyat bilan izchil kuchimning bericha mashq qilib, kuchab kelyapman. Men shu hamda shu musobaqa qatnashib o'zimning talantini, o'zimning qobiliyatini bir sinab boqim keldi. Shu munosabat bilan hozir shu 4-bosqichga keldim. Hamda musobaqa qatnashgan moyillar bo'lsin yoki qatnashmagan shu naqshi muzika sohasidagi do'stlarimiz, aka-adilarimiz bo'lsin, kim bo'lsin, shu naqshi muzika sohasida ideya bek muhim. Men shunday qarayman. Rahmat. Yani ideya bo'lgan chog'mi, aktiv to'g'ri ideya biz uchun intayin muhim shunaqmi? Qani undaq bo'lsa, eng oxirida Erkin Abdulla apandimning bugungi shallash va tanlash qarorini anglab boqaylik. Ma o'rindiqda tikan do'ttagandek. Amal yo'q, o'tiravatmiz hozir. Shu avvalni qaraganda mayli bugun o'qitmoqmi ta'sishga? qandoqla bo'lsa, sizlar qabul qila olasizlar. Asli yo'q. Chata yo'q. Asli yo'q. Bundan da çatak yok. Chata yo'q. Bizim mahirlerimiz kabul kılalaydı mı? Özlem kabul kılanmağı ben şu maaşına. O imtihan dedik hazırlıkta yapamazsın. İmtihan ötenmegen bu nurgun ilki alımlar var. İmtihanın ötenmek için alım olup ketken. Benim oyunu bilgen nakşini şunda cahide hesaplan imtihanlar. Erkin efendim, qani undaq bo'lsa sizning eng oxirgi tanlashingiz Braderler sensiz devamlılık nakşi itmakçı olan mahir Erkin. Erkin, mübarek olsun. Erkin olayımız. Keyingi bosqichga texnik kartka tayyorlanib qilaman. Bu birodarim, hamsa o'shal kayfiyatda qo'shilishamiz yoki azroq yurak so'zlar bor. Chata yo'q. Bo'ldi. Qani undaqsa omad tayyor bo'lsin. Rahmat. Erkin Abdurim bilan Abdumit Ahad etgan sinin qarashlarini temisidagi naqshidan a'yda huzurman. Bizga izgu tuyg'ularni baxsh etganinglarga rahmat. Erkin Abdurimning qalbisiga muborak bo'lsin. Abdumit Ahadni sahnimizda yana ko'rishni xohlaymiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Şu bir yıl jarayonida bana bu programma bir yıllık emas, 2 yıllık bilimga ega bo'lgandek bo'ldim. Erishganlarim nayt ko'p bo'ldi. Birinchi yaxshi bir ustozga erishdim, ikkinchi shunday jiq bilimlarga ega bo'ldim. Men İpek Yolu Sadası qatnashish orqali o'zimning naqsha etishdagi kamchiliklarni to'liqlaydigan ham tuzitadigan bir fursatga ega bo'ldim deb qarayman. Burunqi faqat bir xil uslubda naqsh etishdan hozirgi har xil uslubda naqsh eta oladigan bo'ldim. Bu jarayonda meni oilamdagilar boshdan oxir qo'llab keldi. Ro'zis bayramini o'tkazgida bo'lganda nurg'un jutishim bilan uchishib qolgan. Alloh bilan uchishib qolganda hammasi İpek Yolu Sadasının gapini qiladi. Men bak ta'sirlanib ketdim. Bular Amerikada turibmi, ko'ryapti. Ammo ularga chin dilimdan rahmat aytaman. Programma televizorga qo'yilgandan keyin mening yurtdoshlarim bo'lsin yoki mush naqshamni yoqtirib anglaydigan xalqimiz bo'lsin, meni qo'llaydiganlar bek ko'p bo'ldi. Bu programmaga qatnashib o'rganganlarim bek ko'p bo'ldi. Mening naqsham televizorga qo'yilgandan keyin men yolg'iz Urumchida emas, janub tarafga o'tsammi, Nozaka ilqi televizorda naqsha aytgan qiz shu deydi. Bu ishdan men o'zim hayron qoldim. Sizlar ekran oldidagi ko'rinmanni bo'lg'achqa, shu Shinjongdagi hayotim, Shinjongdagi turmushim texmo rangli, texmo gullik bo'lib ketib boradi. And to all of you folks in Tishomingo, Oklahoma, thank you so much for watching, and I hope I'm making you proud. O'zaro raqobat kuchli mahirlarimiz bo'lsa, Elis Anderson bilan Guljamal Turdi.
Hamdi, bugun sizlarning mana shu ifodanglarga qarata kasbiy nuqtalardan bizning ustozlarimiz zodi kimni tavsiya qildigandi, qanday baholarni berdigandi, balkim sizlar anglashga to'liq taqozo bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Nurnisa Abbas xonim. Elis bo'lsa o'zining tilida g'ayet chiroyli yaxshi naqshini bizga huzurlantirib, estetik zo'q berishildingiz. Ammo sizda azroq jiddiylashish bo'lganligi uchun ovozingizning beshidan mana shu vibrato titrash altından başlap ketdi. Şuna avazım muqimsizlik bo'lib qoldi. Endi Guljamal qiz o'zi hal muqamdan ariya o'rinlabsiz, cho'ng saliqasini o'rinlabsiz. Shaxsan menga bek yaradi. Haqiqatan shunchalik hayajonlandim. Bugungi kunlikda men tavsiyam Guljamalni tavsiya qilaman. Mahmud Sulayman efendim, bugün siz kimni tavsiya qildigansiz? Bu ikkilarni ağrımak hemen tezki tushib bana. Birisi Eyles o'tgan asrning 40-yillarda yozilgan naqshi bo'lishi mumkin. Meni qiyosam shundaqmi? 30-yillarda. Durust. Shu siyat o'qiyotganmiz Amerikaning shu vaqtda yozilgan. Guljamalni o'zi bizning klassik o'shku maqomdan, o'z hal maqomdan ariya urlab berdiğiniz shunday yaxshi zata bilan biz o'zimiz tektakdan his qilmagan bilan amaliyotda bu cho'ng bir program. Jirak'tan kelib bizning Uyg'ur 13 kun maqomini jumladan Uyg'ur san'atini tadqiq qilish uchun jafo chekayotgan Eyles qidir. Abdullah Abdurim efendim. Her qanday millat, her qanday davlat ayırmaydigan bir sahne bo'ldi bu. Hammamizni xo'sh qildi. Qozoq o'quvchilarimiz, Xanzo o'quvchilarimiz orqali yana boshqa millatlarga o'zimizning madaniyatimizni, o'zimizning qalbimizni, sevgimizni, mehr-muhabbatimizni ifodalasak, Elisga o'xshash boshqa qit'alardan bizning madaniyatimizni hurmat qilib, jafo tortib ishada o'qish bilan, o'rganish bilan bo'layotgan qizlarimizning sahnada hozir bo'lishi orqali biz o'zimizning jiroq mushunday makonda yashayotgan bizdek insonlarning güzellikka, baxtga, inoqlikda, tinchlikqa bo'lgan intilishimizni mushu qizlarimiz orqali jiroq qit'alarga yo'llaymiz. Rahmat Abdullah efendim. Muqamga baho berishda biz ingliz naqshlariga baho berishdan asaroq o'ng'ay to'xtaydi. Biroq ingliz naqshlariga baho berish bizga bir oz qiyin. Faqat muzikaning chegarasi yo'q. Bir o'rtaq til dunyoda insonlar uchun har bir naqshiga o'ziga tushlik talab qo'yish kerak. Xo'sh, Texnik hissiyot masalasidan men bugun muqamga shunchalik amroq bo'lsam-mu Elis Andersonga tavsiya qilaman. Akbar Qahramon efendim. Ham bu ikkisiga men rostga qilsam men baho beramayman. Boshqa deganda muqamni Guljamal tikma aytib olmayman. Ingliz naqshini Elis aytib olmayman. Rostga qilsa qilmaydi. Menimcha 0'da 1 numara olsa farq bo'lishi mumkin. Abdullah efendimning gapiga qo'shildim. Elis. Balkim bugun chiqanlarning orasidan birisi bizdan vaqtliq xo'sh deb turishi mumkin. Qani, Guljamal. Agar siz bilan xo'sh deyishib qolsa qanday bo'lar? Ko'nglim yerim bo'lmaydi desam, yolg'onchilik bo'lib qoldi. Ko'nglim yerim bo'ldi to'g'ri, lekin men bir muzikant o'g'lim bilan mushu sahnaga 4-bosqichda qadam qo'yib, mush kasb tarbiyalangan naqshchilar bilan bir sahnadan turib naqsh aytib, o'zimizning muqomini aytib, men o'zim shaxsan men xush bo'ldim. Ham ota-onam boshdan oxir men necha qitim Urumchiga kelib, necha qitim qaytgan bo'lsa, men bilan qaytib tang kelib, bekcha patatdi. Ularga bir rahmatimni bildira olayman. Xo'sh, Elis. Azroq yana bir gapim botdi. Shuraksiz botdi. Men bu asli muqom etishga tayyorlik qilgandim. Rohlarni to'g'ri chiqara olmayman. Agitadigan yerlarni to'g'ri ololmayman. Shu sababdan men tushkunlashib ketib, ovozim baksat, nimanda satgan. Ovozimga azaldan sat o'xshamamda deb
bak ümidsizlik ketdim. Men hozir muqam o'qishni o'rganib bir yarim yil bo'lay deb qoldi. Balkim yana 40 yil o'qisam-mu, lekin mukammal aytolmasligim mumkin deb qarayman o'zimcha. Men tadqiqotimiz uchun o'rganyapman. Ham nima muqamga bo'lgan tushunchimni cho'nqurlashtirish uchun ham o'rganyapman. Shunlashqa men bugun sahnaga chiqib, muqamni aytgan bo'lsam, muqamga hurmatsizlik qilgan bo'lardim. Meningcha. Shunga muqamga hurmatsizlik qilmaslikqa men o'zimning ona tilidagi bir naqshini aytishni to'g'ri topdim. Muqamni bo'lsa men shu dorab aytalayman ancha-muncha, ammo dorab aytibesam, men xuddi keklikning minishini dorayman deb, o'zining minishini unutib qolgan qog'ida bo'lib qolganman. Shunga baya aytgan naqshamni sizlarga sovg'a qildim, sizlarga sundim. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Rahmat. Balalarda bir gap bor, o'zini so'g'anma yaxshi o'ynar. 5 nafar eng muhtaram ustozimiz shundoqlar naq maydondagi bizning barliq tomoshabinlarimiz sizga hurmat bildirdi. Mushundaq bir unutulg'isiz minutlarning hayotimizda bo'lganligining o'zi biz uchun intayin g'animat elis. Guljamal, hayratlik bo'laydi bulamda. Erkin Abdullah efendim. Ben bu o'xshashlar bu bosqichga kelgan chaqda ikki birodarni tanlashga ojizlik qilaman. Cho'ng jihatni ilib aytganda bu o'xshamagan sharq va g'arbniki madaniyati. Bu madaniyatni o'zaro silishtirib bo'lmaydi. Shunga bizning o'rnimizda o'tagan har qanday inson tanlashning intayin qiyin ekanligini his qilaman. Nazokat aytgan naqsha Rainbow Hasan degan naqsha. Bu naqshning tekstida yiroq bir joy bor ekan. Balkim shu yerga borsam shu orzularim amalga oshishi mumkin degan misralar bor ekan. Menimcha shu yiroq joy balkim shu bizning diyorimiz bo'lishi mumkin. Men o'rnimdan turib so'zlay. Men diyorimizning sirtdagi joylarda yashayotgan 20 yil bo'ldi. Menimcha yurtdan ayrilgan odam yurtning qadrini texnik bakroq biladi. Men bilan birodarlar sansida davomliq naqsh etmoqchi bo'lgan Mahir Nazokat. Muborak bo'lsin, Nazokat. Nazokat gerçi xo'shallik xabarga erishgan bo'lsa-mu, biroq ko'zlari namdaldi. Qiymaslik elikida Guljamal bilan xo'shlashdi. Biz Nazokatga 5-bosqichda texnik omadlarni tilaymiz. Shunaqla Guljamalninki, uningki san'at hayotining texnik yo'riq bo'lishini umid qilamiz. Guljamal, hech qisi yo'q, shunaqmi? Hech qisi yo'q. Yig'ilganimni to'g'ri tushunsanlar, Nazokat xato bo'lib qoldi deb pichoqlagan shunday yig'lab ketdim. Chalib ketganim yig'lamadim. Men shu tanlagan yo'limda hargiz pushaymon qilmayman. Men mush bosqichga keldim. Davomli tirishman. Guljamal o'rnigan o'z xil muqamidan Ariya bilan Elis o'rnigan Hasan temsilga naqsha haqiqatan bu yuraklarga bor. Elisga keyingi bosqichlarda qutuqlarni yar bo'lishini tilaymiz. Guljamalning yangroq ovozini seg'inamiz. Nahmaydandagi mehmonlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shu topda diqqatingizda bo'layotgani Xinjiang televiziya stansiyasi va Xuyi madaniyat taqdis cheklish sherikti va shundoqla Xinjiang Bug'ra madaniyat taqdis cheklish sherikti birlikda uyushtirgan cho'ntiki televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li sadasi. Chinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan güzellik bilan chin güzel kirim buyumlari Mahirlarga omad tilaydi. Ipak Yo'li sadasi programmamiz bilan har minut, har daqiqa ko'zingizni chaqintirgan, turmushingizni texnik güzellashtiradigan birinchi avtomobil zavodi ishlab chiqargan Corolla avtomobillari alohida hamkorlashgan. Shu topda diqqatingizda bo'layotgani birodarlar sahnasidagi imtihon. 5 nafar qiz, 5 nafar yigit, 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 5 naf
Men o'zim o'ylayman, shu Ipak yo'li sadasi orqali nurg'unlagan yaxshi naqshchi, yaxshi san'atkor, yaxshi ustozlar bilan o'zim bir munosabat o'rnatib olganligimdan men cheksiz xursand. Ben bu İpek Yolu sadasıga qatnaşqandan buyan meni erishganim pek chiq. Yaxshi bo'lgan bir ustozga erishdim, andan keyin yaxshi bo'lgan amirlarga, qarindoshlarga, birodarlarga erishdim. Birodarlar sensi tanlangandan keyin erkin ustoz bilan ishkalanchiq paranglashdik, fikrlashdik. Har qitimda naqsh tanlash jihatga kelgan vaqtida jiq jihatdan o'ylashib, qarshi tarafni o'qiy oladigan, menni o'qiy oladigan naqshlarni tanlab chiqdik. Shu naqshlarni aytish jarayonida nurg'unlagan qiyinchiliklarga yo'liqdim. Nozik nuqtalarni o'qishimni so'rdim. Angacha mening saboqdoshlarimdan bor, o'rgangan yerlarim bor. İpek Yolu sadasida faqat va faqat naqshi muzikalar emas, balki odamningki har turli safa, axloq, madaniyat jihatdan nurg'unlagan bilimlarga, nurg'unlagan usullarga erishgan bo'lgan. Men hozir seni chiqmoqchi, birodarlar, hurra! Birodarlar guruhidagi yana qaysi mahirlar o'zaro raqobatlashadigandir? Ular bo'lsa Akbar Ahmad bilan Mutallib Ahad. Asılgan büyük hayvan tam savaşı küldüre diki büyük armağan biz bu yeni seferge asılgan büyük karvan tam sadası küldüre dildeki büyük armağan devrimizin ilgisi biz izleri gülmez bu yılların evresi biz ecdatlar varisi devrimizin ilgisi biz izleri gülmez bu yılların evresi ecdatlar varisi devrimizin ilgisi biz izleri gülmez o vesiye biz ecdatlar varisi devrimizin ilgisi
Biz izleri görmez Huylarının evresi Biz bu iz haberge Atlangan bir karvan Tan sabası küldüren Dildeki büyük armağan Biz bu yeni seferde Atılgan büyük karvan Tam sadası güldüren Dildeki büyük armağan Biz ecdattan varisi Devletin bilgisi Biz ecdattan varisi Oğulların evrisi Biz ecdattan varisi Oğulların evrisi Biz ezgiri kümülmez Oğulların evrisi Biz intayın hayacanlandık. Yaş dostlarımız belki bu kuylarını tolumu yaktırgan buluşu mümkün. Hem de özanlarının bugünkü ifadelerini kanda qarayısılar, kanda baha verirsizlar. Biz mana shu naqmaydan kayfiyat ketib ba'zi yerda az-baz egizpashlar ishlar yuz berdi endi. Shu xafamaysizlar, qarindoshlar, ustozlar, sizlardan to'yinchi bilan kechirim so'raymiz. Rahmat. Bayatım kısım ben şu. Ben içimdekisinden hemmimiz şu çıktı. Ben bugün üzerine çıkardım. Doldu. Razı. Bek çıraylık gap oldu. Nurgul vaqtlarda adamның özü bulalçı intayını kıyın. Biz bugün haqiqiy sizni ko'rib intayını xursand bo'ldik. Buldu bugün sizlarning mahoratinglarga ustozlarimiz qanday baholarni berdi ekan, kimni tavsiya qildi ekan anglab baqayli. Ben bu naqshning ishinish jarayoniga qatnashgan bu moyliq Ablajon do'stimizningki o'zininki to'plamidagi naqsha. Buning tekstini men yozgan. Shu bir Sizga tatmiz ekan sizdan, siz yaxshilarga. shu chog'da men sal yaxshiroq o'xshaymanchi. To'la vaqtlarda odam mayli 5 minut olsun, mayli 4 minut olsun öz ayni bo'lib yashag'ingiz keladi. Ishqinglar ras o'zinglar bo'ldinglar, ashta qirg'inglar batdi, ashta qildinglar. Mushu muzikaga, mushu Akbar o'zi kuchiga o'xshaydi. Bu muzikani Mutallib akam o'zi ishlab ajr qilib akagan. Əmisi sen akan üçün qurban bəy. İşkilanı təp təkşi. Amma akan üçün qurban bəygin mən şu akanı tavsiyə qılmam. Bo'ldi. Rahmat bo'ldi. Nurisa Abbas xanım. İşkinlar səhində o çıxırıb etdinlər amma. Əkbər inim özününki talantını vayır yetkizib etdi. Çıxıra vitaqaсын, vitas aldım kəsim dediniz zadə. Mutallib mu cıq əcr qıptı muzikalarning hər bir aşta üzündülərdən tatıb aşı kulaq tınşavadı. Anandaki yana bir yeri mən tang aşı usulaynab tang naqş etib qılğan bolsam mən şunda çıxıb etdim. Bu yerdə otağını bilan. Hissiyatçı çıxıb ketganiniz to'g'ri, çıxıb ketmagan bolsangiz yolg'on bo'lib qoladi. Isil. Mutallib. Rahmat. Aşan tip aldınız yani kapçımı? Erkin efendimge tavsiyem Mutallib. Mahmud Sulayman efendim. O'sha naqshig'anda ishqilonlar tajir tan ajri so'ndirib ishlar kerak. Ajrni bayon Akbar inimiz aytgandek Mutallib o'zing ishlabsa ajrang bo'pti yerda qolmasin deb sen tavsiya qilaman. Rahmat ustozim, rahmat. Akbar Qahramon efendim. Bu naqshning tabiiyligi kelgan chog'da Akbar tabiati deb o'ylayman. Xarakterdan ishib ketmay, o'zining butunlay vujudidagini o'zini tabiiy aldanmış hissiyatni isbotlab berdi. Menga shunday ta'sir qildi. Men uni unutmadim. Endi ikkisining birisini tavsiya qilsa qilmaydi. Men bugun Akbarni tavsiya qildim. Ha, Mutallib endi gap qilish fursati sizga keldi. Balkim shu ustozlarimizmi ayni vaqtida ustozlarimizni qo'llagan, keyin turib nurg'un jihatlarni yordam bergan, işte o'zining sevimli odamlar bor. Meningmi boshqada shu muzikalarimga tayyorlik qilishimga yordam berayotgan
mening eng yaqin bir sabdishim İlya. İlyar Flaverde deb bir og'inam bor. Ushbu muzikadan ash og'inam ishlagan. Shunga men bu yerda men ishlagan bo'lib qolmaydi deb qo'yatdim. Akbar, siz bugungi ifodangizdan rozimi? Bugun mushu bosqichga kelalayman deb o'ylaganmidingiz? Men shu sahnaga chiqib butun dunyoni unutib ketgan holda naqsh aytib olsam bo'ldi deb o'ylayman. Hozirgacha ishda deb o'ylayman men. Akbarning bugungi bayonlari ichida shu o'zi bo'lish degan balki bizning eng yorqin temamizga aylangan bo'lishi mumkin. Bugun Akbar bu o'zi bo'lishni sahnamizdan topdi. Shunaqmi? Mana shu sizga nisbatan bir katta in'om bo'ldi deb qarayman. Oxirida biz ustozimiz Erkin Abdullah efendimniki tanlash va shallash qarorini anglab boqaylik. Ben tanlanmaydı ekanman. Ben ustudan bana yapacağım. Biz tamaşalar bir yardım kılmamızla. Qani, sizlarning ta'siringlar qandaqdir? Sim Qarg'anda Tanlayman, Ekber'in tanlaydıganlar. 1, 2, 3. Mutalibni tanlaydiganlar. Sizlar hemmisini ikkisini tanlaydi ekansizlar. Demak, ikkisini tanlaymiz. Shuning qarag'an chog'da bu bosqichda imtihonda qalam sizning qo'lingizdagi qolgan qarindoshlarimizmi ancha cho'ng yordamda bulanmag'idek. Yangi nomerni o'zingiz qo'ydigan o'xshaysiz. Yoki eng oxirgi qarorni yana o'zingiz chiqarishingiz kerak o'xshaydi. Her bir sanla Rahmayman. Bazı bir 30 sekundun bir vakitde tenkessiz. Buludum. Akşam. Tamamen buludum. Qaysi naqsh o'zi bo'ldi? O'zinglar eng yaxshi ko'rgan naqsh. Atamni küldürey deymen, küldürey deymen. Anamni küldürey deymen, küldürey deymen. Mini bakan atanamni, vay atanamni. Dişimdaki trey değme, kütrey değme. Mini bakan atanamni, vay atanamni. Dişimdaki trey değme, kütrey değme. Hoş Akbar. Aks verip bakkan ana, gülümle eylergen ata. Talay gece hiçbir uhluma, ata kılgan ata ana. Talay gece hiçbir uhlumay, benim elley etken atam. Hu ana, hu ata.
Haq maydondagi mehmonlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shu topda imtihon gruppasida ilib berilayotgan raqobatda kishini eng hayajonga soladigan minutlar yetib keldi. Qanday bo'lsa Erkin Abdulla apandimniki bu qarorda tanlash va shallishi qanday bo'ldi ekan? Birodarlar, qo'linglarni bersanglar. Mening aslında mis mijozim yo'qda, mening amalim qolmadi. Shuna. Marasib qolmadi. Buza ish qism tanlaydigan ruxsat yo'q, birodarlar. Programımızın qoidasi bo'yicha imtihon bosqichida, ya'ni biz 3-bosqichdan boshlab faqat va faqat birini tanlashni yurgizamiz. Shuningga Erkin Abdulla apandimning shuna qila oladigan ishimiz Erkin apandim. Mayli qanaqla bo'lishidan qat'iy nazar keskin qarordan birini chiqargan bo'lsangiz. Azmaydigan inson yo'q. Balkim to'g'ridir yoki xatodir meni tanlash. Birodarlar gruppasida davomli naqsh intimosi bo'lgan mahir. Programımız hazırda başlanadı. Mübarek olsun! Mübarek olsun! 5. bosqichga muvaffaqiyat qilishimiz. Mübarek o'ziga bu fursatdan oid qiyin ekanligini biladi. Shuningdek, ko'rmanlarimizda chuqur sizlardirmaydi 5. bosqichda cho'qim sarf numurlarini bizga baxsh etadi. Mübarek omadlar yor bo'lsin. Akbar. Bugungi qiymaslik pek uzunga so'zilib ketdi. Chunki ustozlar sizni pek yaxshi ko'rdi ekan. Siz sahnadan ayrilsangiz, albatta bizning ko'nglimizda oid yerim bo'ldi. Lekin bugungi ayrilish keyin qaytanda texnik yaxshi boshlanishdan derak bergisi. Hayratli qilaydi bilamdi. Qani, omad yor bo'lsin. Mening to'xtanglar. Endi biz qizg'in alqishlarimiz bilan Hoji Muxtar Bug'ra apandimni sahnamizga taklif etamiz. Rahmat. Bizning Yipek Yolu Sadası programımızdaki ustazlarımızdan tatip mahirlerimizce bu şu menning üstüne kalbi qiysa deb o'ylayman. Mush yigitniki o'zining ustidan kalbi qiyginni biz chin dilimizdan qutlaymiz. Hem programma gruppasidagi xodimlar muzokiralash orqali bu yigitimizga munavvar naqshilgan tartibni ato qildi. Bo'ldi. Menimcha katta xo'jalik bo'ldi Akbar. Qani, eng chiroyli tabassumimiz bilan ustozlarga biz ajdodlar varisi, davrimizning egisi. Mana bu davrimiz yoshlarının sadası. Akbar bilan Mutallib ikkisi davrimiz yoshlarının yurak sadasini yangradi. Mutallibga keyingi bosqichlarda tilaymiz. Akbarning sahnamizdagi jushqun holatini unutmaymiz. Birinci derecelik mükafatımız Olcu Paktil Müslüman Yemeklik İşlep Çıkarış Şirketi teminligen 200 bin yuan kıymetindeki Toyota markalık avtomobil. Ben bu musobaqa qatnash orqali o'zimningki burundan o'ylab kelayotgan kuchli o't yolqinjab turgan orzuyimga yetdim deb o'ylayman. Mushu bizningki Ipak Yo'li Sadasi programmasiga televizorda qo'yilgandan keyin men bilan tang, mendan cho'ng, mendan kichik nurg'un ko'rman do'stlar meni qo'lladi va qo'llig'iga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ularning qo'llashi bo'lmasa, meniki bugünkidek bularga yaxshi bir narsa sunish uchun bunda tirishchiligim bo'lmagan bo'ladi deb o'ylayman. Erkin ustozning ko'ngil qo'yib yetaklashi ostida men shu musobaqa qatnash jarayonida mayli o'z yurtimda bo'lsin, do'st birodarlarim, urug' tuqqanlarim, barliq qarindoshlarimning meni kuchli qo'llashiga erishib kelyapman.
Bizningki birodarlar guruhininki shuari inib bo'lganga o'xshash mehr muhabbatga to'lgan shu bir guruhning bayrog'ini egiz ko'tarib olgan ma'nomiz. Bundan burun sepdan qolgan sabdoshlarimiz bizga shunday bir fursatni yaratib berishga shularni eng asosli sabab. Qadrli ko'rman do'stlar, keskin raqobat ilib berilayotgan imtihon bosqichimiz yana davomli huzuringlarda. Navbatda bizning bu sahnamizda o'zaro raqobatlashib, o'z iqtidorini namoyon qiladigan mahirlarimiz bo'lsa, Abduxabar Xilil bilan Qaysar Ahmad. Bulutlar arasıydı ay çıkıpla külgende. Bulutlar arasıydı ay çıkıpla külgende. Kömrümden jırlaydım yar yadımla yetkende. Çağlar idi şu men yar bilen oynayan Ecep çağlar idi şu Kömrümden jırlaydım yar yadımla yetkende. Kömrümden jırlaydım yar yadımla yetkende. Ecep çağlar idi şu men yar bilen oynayan Ecep çağlar idi şu men yar bilen oynayan Sular geçip geçide derya boyu boyligan Sular geçip geçide derya boyu boyligan La 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 Sular geçip geçide derya boyu boyligan Sular geçip geçide derya boyu boyligan La 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 lay lay la 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 lay lay la 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 Sular geçip geçide derya boyu boyligan Sular geçip geçide derya boyu boyligan Derya boyu Erkin Abdullah Ustaz hakikaten mahirlarga köp ecirlerini kıptı. Bu nakşılardan biz intayin suyunduk.
Bugun o'zinglarcha ifodanglar qandoqroq bo'lgandi? Abduxabarni anglab boqaylik. Yaxshi o'rindanmay qoldim. Nimishqa? Bayam meniki birodarim Akbarga qattiq chidamadim. Chiqayotgan vaqtda. Sizlar hozir birodarlikdan xalqib, qarindoshlik muhabbatini o'zinglarda yetildirib bo'lsizlar. Bu bizni intayin suyundirdi. Ba'zida mana shuningdek qarindoshlarimizning bizdan vaqtliq ayrilib turishlari balkim kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Xo'sh. Hozirgi hissiyat qanaqroq? Meni kayfiyatim yaxshi. Shu Erkin ustozmi bizni yetaklab mishaga akeldi. Biz meni o'ylig'ini ham deyman, shu senda shu naqshini joyida o'qitib ketsam, mayli, men shu ustozimniki meni shunchalik tarbiyaligini uchun men shunchalik bo'lsa bir naqshni yaxshi o'rinday olsam degan shu umidim bor. Rahmat. Shu Avsa bugun sizlar Rasulullohni yaxshi o'rinday olganlarsizlarmi? Sizlarniki bugungi mahoratinglarga kasbiy nuqtadan yana bizniki kasb egilirimiz baholarni bersin, shunaqla tavsiyalarini aytib bersin, undaqda oldi bilan. Nurnisa Abbas xonim. Qaysar bek samimiyga. Ammo rost deymizmi to'g'rida? Aldan qaytam men naqshini yaxshi aytamaylikqa ezib ketgandim deb. Men qaytam yaxshi o'ylab chiqib kelsam deb, bu samimiy, rostchil bo'lg'achqa o'ziniki ko'ngil so'zini aytdi. Abduxabar o'zgacha bir ovoz chiqdi. O'zgacha bir ovoz. Shunday sirat men bek yoqdi. Endi mening tavsiyam Abduxabar. Mahmud Sulayman efendim. Benim tavsiyelerim haber. Abdullah Abdurim efendim. Biz bu yerda faqat naqsh aytish bilan shug'ullanmaymiz, bir-birimizga mehr muhabbat beryapmiz. Bizning yana erishmoqchi bo'lgan nurg'un taraflarda bilimlarimiz bor. Mush bolalarimizga mana shunda bir-biriga mehr muhabbat, bir-biriga izzat, hurmat paydo bo'lganda qo'shilamiz. Hammadan bagroq shuni qo'shilamiz. Bu narsa bo'lmasa ming texnik egalgandan foydasi yo'q. Shuna bilan Erkin elimdeki keyingi musobaqalarda yana davomli ishlarni qulaylik bo'lishi uchun bir kishini tavsiya qilishim to'g'ri keldi. Abduxabar. Shundoq naqsh muzikaning o'z bir kasb deb aytgansiz, mush kasbdimi olim bo'lish uchun oldidan odam bo'lishni o'rganishimiz kerak. Bugun mush sahnada bo'layotgan qarindoshlarimizga odamiylik fazilat, ifodalanayotgan odamiylik fazilat bizni intayin suyundirdi. Sizlarning do'stliqlarga, qarindoshlik mehronlarga ko'z tegmasin. Undaq bo'lsa, Akbar Qahramon efendimning bugungi tavsiyasi qanday bo'ladi? Bu naqsha xabarga tuvan kelib qoldi bu naqsha. Qaysar elimizga sal yuqori kelib qoldi. Bu kuyni ko'taraylik desak, Qaysarga egiz kelib qoldi. Tushiraylik desak, xabarning ovozi Jayni bir chekit Jayni tushirib, miyada to'xtalayotgan. Lekin naiti küçük kaldı şu aşağı vazınlaşır. Sen tüvemlik kaldı ka degendiken emdi. Bir sonra ev kardeşim ama bu da emdi. Bu ikisinin bir nakş tapmak bek ters keldi. İki oğambalının bir oktava, bir oktava arılıp 8 gradus yaxşı nakşını tanlap ulaştıramız. Ben haberini tavsiye kılayım. Biz sizlarning hozirgi eng chin hissiyotinglarni anglab boqaylik. Mayli men shollansam yoki tanlansam, biz azaldan shu suyimli ustozim Erkin Abdullahning guruhiga tanlangandan keyin shunda bayroqi ro'shan, mehr muhabbatga to'lgan bir guruhda turyapmiz. Buni kim tanlansa, shu birodarlar guruhining bayrog'ini oxirigacha ko'tarib chempionlikchi bo'lmasak bo'lmaydi. Shunday uchun şu muyum? Oldu undaq bo'lsa. Hozirgi eng chin hissiyot qandaqdi? Shu sahnadan chiqib ketsakmi, yana birga qaytib ketishimiz mumkin. Lekin bundan keyin shu biz yana davomli bilan muzika chelib, naqsh aytib, hamkorlashib, kelgusida yaxshi naqshlarni chiqaramiz.
Eng ahırda şu bizni yeteklep biz için köp kuş koşkan şu Erkin Abdullah Ustaz, Ekber Ustazlarga rahmetimi bildirmen. Rahmat. Qaysar ismi jismiga loyiq nayt Qaysar irodalik bola bo'lib qolmasin aytdi. Humoristik aytdi bir umoq qeyrindishimizga. Unda bo'lsa eng oxirda sizning qandoq bir so'zlaringiz bordi Erkin afandim? Mushu Ipak bilan sadasi naq bizniki tavlindigan eng yaxshi bir sahna. Mushu jarayonda endi markaz gruppidagi mayirlar bir necha bosqichlik musobaqani boshdan kechirgandan keyin o'ziga ancha bilmaslik mumkin, lekin biz his qila olamiz. Ko'pdan keyingi zo'r ilgilashlar bo'lyapti. 4-bosqichga kelgan chog'da men cho'nqur his qildim. Qaysarullo Abduxabar ikkilisi jiddilish, yomon yig'ilish ketib bordi. Mening deydiganim bu ko'ngil ichish xarakterlik programma Ipak sadasi. Mush insonlar olsun. Bununla bilen bizdeki sanat hayatımız to'xtab qolmaydi. Birodarlar samsida davomliq men bilan birga mang'ilgan birodarim Malaysiyadan import qilgan biyatlik ichimligi alohida talab qildi. Abduxabar. Abduxabarni qulaymiz. Qaysar Alloh bo'lsa xushal ketganda ustozlar bilan xo'shlashib olaylik. Aman bo'ling. Chig'itlar orasida emisligi naqshidan bugun yana o'zgacha uslubda bahramand. Abduxabarga keyingi bosqichlarda qutlug'lar yor bo'lsin. Qaysarjonning sahnamizda kuylar yonib turishini umid qilamiz. Rahmaydandaki mehmonlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Shuningdek bilan Şinjan televiziya stansiya va Quyi madaniyat taqdis chekish shirkati va shuningdek Şinjan Buğra madaniyat taqdis chekish shirkati birlikda uyushtirgan cho'nqi televiziya san'at programmasi Chini Güzel Ipak Yili sadasi programmasining Erkin Abdullah efendimning birodarlar gruppasidagi imtihoni Mishada oxirlashdi. Do'stlarning keyingi son programmamizda ko'rishni qo'ldan emasligini tavsiya qilamiz. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.